Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan AutoCAD 2 da darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz временные и постоянные привязки, полярное отслеживание va отслеживание obyektной привязки mavzularini o'tamiz. O'zbekchasiga aytganda, birinchi darsimiz vaqtinchalik va doimiy bog'lanishlar. Ikkinchi mavzuyimiz polyar bog'lanish va uchinchi mavzuyimiz obyektlarni bog'lashni kuzatuv funksiyasini o'rganib chiqamiz. Xo'sh, birinchi darsimizdan boshlaymiz. Kerakli tugmalarni o'chirib qo'yamiz, чтобы bizga osonroq bo'lishi uchun tushunishimizni o'chirdim. Boshladik. Отрезокni chaqirib, misol uchun qiyilchiga o'tib oldim. Отрезокni chaqirdim. Birinchi nuqtamni qo'ydim, ikkinchi nuqtamni qo'ydim va ishimni tugatdim. Probelni bosdim. Va davom ettirmoqchiman chizishni. Probelni bosib, отрезокni qayta chaqiraman va birinchi kesmamga ulanmoqchi bo'laman. Yaqinlashtirib, mana birinchi kesmamga ulandim, chizdim, qo'yib yubordim va birinchi nuqtasiga yana ulanib ko'raman. Chizib, yaqinlashtirdim. Отрезокni chaqirdim, birinchi nuqtaga ulandim, chizdim. Ana endi yaqinlashtirib ko'ramiz, ulanibmizmi, ulanmayapmiz. Mana xuddi bizga ulangandek ko'ringanda, mana marker hosil qilib buni ulashga harakat qilamiz. Qanchalik yaqinlashtirgan sarimiz chizmani ulab ko'ramiz. Yaqinlashtirgan sari ko'ramizki, biz ulanmayotgan bo'lamiz. Ana shunda shu yerda mana yaqinlashtirib ko'rdik, bo'lmadi. Misol uchun o'chirib tashlaymiz. Biz shunga ulab chizishimiz uchun bizga obyektная привязка, постоянная привязка va kerak bo'ladi. Xo'sh, uni qanday yoqamiz? Uni klaviaturada F3 tugmasini bosish bilan yoki mana bu tugmani bosish bilan yoqamiz. Panel управленияda bosdik. F3 misol uchun yondi. Ana endi yonidagi strelkaga bosib, shu yerda qanday funksiyalar borligi, kontochka, середина, center, misol uchun parametr obyektni привязкаga kirib ko'rsak ham bo'ladi. Kontochka, середина, center bularni har bittasini bittalab o'rganib chiqamiz. Faqat bugungi darsda bir nechtasini ko'rsak, keyingi darslarga ham boshqalarini ko'rib chiqamiz. Misol uchun kontochkadan boshlaymiz. Kontochkani galочка qo'yamiz. Okey. Bizda kontochka yoqildi. Xo'sh, отрезокni chaqiramiz. Отрезокni chaqirdik. Mana kesmamizning boshi yoki oxiriga olib borsak, to'rtburchak marker hosil bo'ladi. Mana shu marker bu ulanganligi to'g'risida belgi hisoblanadi. Misol uchun mana burasida ko'k yonida. Ana endi keyingi tugmani ko'rib chiqamiz. Середина. Середина, masalan, kontochkani o'chirdik, серединani yoqdik. Yana отрезокni chaqiramiz. Ana endi boshiga olib borsak, hech qanday o'zgarish yo'q. Bizda kesmamizning o'rtasida uchburchak yashil marker uchburchak hosil bo'lyapti. Mana shu yerda bu prem markazini olayotganini anglatadi. Yana misol uchun bunday chizdik. Mana agar markazini oldimi, olmadimi hisoblab ko'rishimiz uchun razmerini chaqirib ko'ramiz. Mana yana kontochkani chaqirasiz. Ana shu yerda временныйni ham ko'rib o'tib ketamiz. Mana kontochka bizda yoqilmagan. Biz shiftni o'sha chizish davomida shift tugmasini bosib tursak, kursorimizning tepasida sichqon mushkani belgisi chiqyapti, sichqonchani. Shunday shiftni ushlab turgan holatda sichqonchani o'ng tugmasini bossak, временный привязкаlar yoqishimiz mumkin. Masalan, kontochkani olaylik. Kontochkani yoqdik, mana bosildi. Bizda середина yoqib, mana razmer olindi. Ana endi xuddi shunaqa yana probelni bosamiz, razmer olmoqchimiz, o'rtaga bosdik. Yana kontochka yoqib emas, yana временный chaqiramiz. Shift o'ng tomon kontochka. Hop, ana yoqildi. Masalan, razmer oldik. Razmer bizga ko'rinmayapti. Razmerni mana svoystvosida kattalashtirib yuboramiz. Tekstga o'tib, misol uchun balandligini hozircha 10 qilib turaylik. Mana 10 ham sal kichkina ekan, 25 deylik. 25. Mana
1394,52 1394,52 o'rtasini oldi. Ana endi keyingi funksiyani ko'rib ko'rishimiz mumkin. Yana strelkaga olamiz. Endi keyingi nuqtamizni misol uchun olaylik, пересечениeni ko'rib chiqaylik. Пересечение seridinani o'chirdik, пересечениeni yoqdik. Xo'sh, otrezikni chaqirdik. Bu nima degani? Пересечение bu biror bir kesmalarimizni tutashuvida hosil bo'lgan marker yonadi. Masalan, mana shu yerda ikkita kesma tutashgan. Shu yoqqa olib borsak, mana tutashuv belgisi markeri paydo bo'ladi. Yana shu yerda tutashgan joyda chizib ketishimiz mumkin. Mana masalan, o'zimiz ham tutashtirib o'tib ketdik. Yana olib borsak, mana tutashgan joyga, mana 3 tali kesma tutashgan joyga ham chizishimiz mumkin. Shularni ko'rib chiqdik. Xo'sh, davom etamiz. Ana endi keyingi mavzuyimizga o'tamiz. Keyingi mavzuyimiz nima edi bizda? Polarное отслеживание, ya'ni polar bog'lanish. Polar bog'lanish uchun bizga nima kerak? Misol uchun bizda chizma bor. Kesmamiz bor. Kesmamizning uzunligi 10 metr. Bu 30 gradus ostida chizilgan. Aytib o'tish esimdan chiqdi. AutoCAD 0 gradus deb 10 taraf, masalan shu agar shimol tepa, janub, shimol janub, sharq g'arb qilsa, sharqni 0 deb oladi. 0, 90, 180, 270 va 360 ga qaytamiz, ya'ni 0 ga. Misol uchun mana birinchi nuqtani chizdik. Otrezikni chaqiramiz. Xo'sh, birinchi nuqtani qo'ydik. Ana endi bizga 10 metr bilan 30 gradusda terishni o'rganishimiz kerak. Klaviaturani inglizcha holatiga o'tkazamiz. Inglizchaga o'tdi. Inglizchada o'tganda shift bilan ikki tugmasini bossak, bizga kuchukcha belgisi hosil bo'ladi. Ana kuchukcha belgisi hosil bo'ldi. Ana shu yerga biz 10 metr uzunlikda terib olamiz. 10 metr uzunlikda terib oldik. Tab yoki virgul bilan keyingi strokaga o'tishimiz mumkin. Agar biz uzunlik bilan terayotgan bo'lsak, bizga burchak kerak bo'lgani uchun biz burchak belgisini chizamiz. Burchak belgisi ruscha klaviaturada B harfida tepasida turibdi. Uni inglizcha holatda turganda shift bilan B harfini bosamiz. Burchak belgisi hosil bo'ldi. Ana shu yerga 30 gradusni teramiz. 30 gradus. Mana keyingi nuqtamiz chizildi. Agar biz yana ruscha klaviaturaga o'tib olamiz. Otrezikni chizib, qara kontochka mana yoqilmagan bizda, kontochkani yoqib olamiz. Kontochkani yoqdik, mana привязка 90 gradusda ham yoqamiz. Kanser o'chib yoqdi. 90 gradusda yoqdik. Ana endi burchakni o'lchab ko'ramiz. Burchakni o'lchash uchun burchak o'lchov belgisini teramiz. O'lchakni o'lchadik, 30 gradus hosil bo'ldi. Ana xuddi shunday 45 gradus termoqchimiz. 45 gradus terish uchun xuddi yana otrezikni bosamiz. Otrezik birinchi nuqtamizni qo'ydik. Mana bu yerda, endi qarang, bu hozir bir nechta tugmalarni bosib ishni bajardik. Ana endi biz o'sha polarное отслеживание yoqishni o'rganib olamiz. Polarное отслеживание yoqish uchun biz klaviaturadan F10 tugmasini yoki mana panel управлениеda mana bu tugmani bosish bilan yoqamiz. Mana bosdik tugmani, yondi. Ana bu yerda yonidagi uchburchakka bosib qarasak, necha gradusda bizga har marker hosil bo'lishini ko'rsatadi. Misol 10, 20, 30, 40 deganda har 10 gradusda bizga marker hosil bo'ladi. Otrezikni chizamiz, misol uchun. Birinchi nuqtani qo'ydik. Mana 0 gradus, tepaga yursak 10 gradus, 20 gradusda mana marker, 30 gradusda. Ana shunda yana 10 ni terib ko'rsak, bizga hosil bo'ldi. Bizga endi 45 gradus kerak deylik, misol uchun. Keyin yana qana yoqishimiz mumkin. 45 chizish uchun 15, 30, 45 ni tanlashimiz yoki birato'lasi 45 gradusda, har 45 gradusda aylanadigan tugmasiga galochkani o'tkazishimiz mumkin. Galochkani o'tkazdik. Misol uchun 45 gradusga otrezikni chaqirdik. Birinchi nuqtani qo'ydik. Ikkinchi nuqtamiz mana 45 gradusda marker yondi. Misol uchun 20 metr. 20 metr chizdik.
bitta nuqtamiz hosil bo'ldi. Xo'sh, keyingi mavzumizdan davom ettiramiz. Endi отслеживание объектной привязки, ya'ni obyektlarni bog'lanishini kuzatishni funksiyasini ko'rib chiqamiz. Bu funksiyani biz yoqish uchun klaviaturada F11 tugmasini yoki panel upravleniyada mana bu tugmani bosish bilan yoqamiz. Mana bosdik, yoqildi. Bu bizga nimaga kerak? Misol uchun biz to'g'ri to'rtburchak chizmoqchimiz. Отрезокni chaqirdik. Birinchi nuqtani qo'ydik, ikkinchi nuqtani qo'ydik, uchinchi nuqtani biz mana bu razmerni hisobga olmagan ekanmiz. Ana shu yerda bizga obyektni привязка yordam beradi. Mana hozir obyektni привязкani o'chirib qo'yay. Qanday ishlashini ko'rish uchun. Qanday mana shu yerga 90 gradus, mana shu bilan bu ovorsam hech qanday poylamayman. Agar obyektni привязкani yoqsam, misol uchun mana shu yer bilan olib borsam perpendikulyar hosil bo'ladi. Ana 90 gradus bo'lgandan keyin to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Zamqut mana to'g'ri to'rtburchak chizildi. Ana endi shu chiziqda bu yoqqa 5 metr bu yog'ida yana yangi to'rtburchak yoki kvadrat chizmoqchimiz. Yana bizga shu funksiya yordam beradi. Mana отрезокni chaqirdik. Ana endi qarang. Mana birinchi bu nuqtaga olamiz. Hech qanday hech narsani bosmasdan o'ng tarafga olib, masalan 5 metrni teramiz. 5 metrdan keyin enter bilan fiksировать qilamiz. Enter. Ana endi chizib, yana buni masalan shu bilan parallel bo'lsa, deylik 90 gradus hosil bo'ldi. Mana zamqni boya 5 metrni terib ko'rgandik. Mana 5 metr hosil bo'ldi. Xuddi shuni ichkariga ham chizishimiz mumkin. Отрезокni yoqamiz. Misol uchun shu yerda 7 metr deylik, 7 metr terdim. Hosil bo'ldi. Перекрестие bilan tutashtirib qo'ydik. Mana o'lchab ko'rishimiz mumkin. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Agar kimga yoqqan bo'lsa, darslarimizga like bosishni unutmanglar va podpisatsiya tugmasini bosinglar. Agar darslarimizga tushunmagan bo'lsanglar, qaytib ko'rib chiqishingizni maslahat beramiz. Ko'rganlaringiz uchun katta rahmat.